Hurmatli obunachilar, puli yengil va qulay variantlarni qidiryapsizmi? Albatta mana videoda oxirigacha ko'ring. Inshaalloh shulardan qaysi bittasi nasib qiladigan umidda videomizni boshladik. Assalomu alaykum yangi kelgan obunachilarimizga hamda kuzatib borayotgan Kamoliddin Ashadiy obunachilari. Mana bugun biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Gul qishloqqa yetib keldik aka-ukalar. Bu yerda Elorbek akamiz xonadonlaridamiz. Bugungi sanamiz 2025-yil 15-dekabr sanasida turibmiz. Haftaning dushanba kuni, avvalo hamma kuni xayrli bo'lsin deb videoni boshladik. Aka-ukalar bittadan like bosib qo'yinglar, ilojim boricha narxni olamiz. Yanada tushib boryapti. Inshaalloh shulardan qaysi bittasi yurangizga jizza etsa, aloqa chiqarasizlar. Vodiy bo'libga 1-2 soat atrofida yetkazib olib boramiz. Bo'lmasam Elorbek akamizni ko'p kuttirmagan holda, bularning ma'lumotlarini olamiz. Albatta bittadan yana like bosib qo'yasiz mana shu Elorbek akamiz. Assalomu alaykum. Obunachilar, yaxshimisizlar? Hammalaring tuzimsizlar? Maza yaxshimi? Kelib oldingizmi Kamoliddin? Rahmat aka. Obunachilar, Kamoliddinga obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa like ta bosib, podpishkada bo'lib turinglar. Xudo xolasa mana shunaqa chiroyli, sifati zo'rdan biz olib kelaveramiz, xudo xolasa. Sizga rahmat. Qaysi tarafdan ketaveramiz? Mana shu xunojin bor bitta. Mana shu xunojindan ketaveramiz. Ammo xunojindan bor-ku. Toza rossiyskisidan, zo'ridan. 100% ga. Garantiya. Molda bor-ku mana bilgan odamga baqaking. Ostini ko'rsatib qo'ying. Molda. Molda ostini. Ana, ko'rinyaptimi? Mana kasadek bo'yatibdi molda osti. Bo'g'oz moldagidek mana. Oh yelin mana. Ko'ryapsizmi? Halo, televizorlarda chiqyapti-yu. 30-40 litr sut beradigan mollar mana bulardan chiqadi mana. Mazaq sigir qilib olishsin, puli ham yo'lida. Xudo xolasa Bo'yboslarni o'lchaganmisiz? 1 plyusga 1.5 ga olishaversin. 1.5 atrofidagi obunachilar. Zavodskiy shox kuydirilgan, o'smaydigan shoxdan to'qol. Rossiyalardan keladi. Nomerli mollar, ana shularni bolasidan ekan. Ha, shunaqa o'zim ajratgan maynadan. Elorbek aka buni endi narxni 10 million so'mga xayrini qilib beraman. 10 million so'm xayr sunnati bor. Xayr sunnati bor, xudo xolasa. Sheyda o'zi o'tib ketsa-chi. Kamoliddin uzdan deysa 200 ming so'm xayri bor, 100 ming emas. 9 million 800 ming so'mga xayr sunnati va savdosi bor, ha? Savdosi bor, xudo xolasa. Bo'ldi, mana shu mol betiga yozib qo'yaman aka. Yolg'on bo'lmasin, 9 million 800 ming yozib qo'yaman. Xo'p, keyingi variantlarimiz. Mana, bunisi novoschi 95. Zavodskiy to'qol bu ham. Shox chiqmaydi. Yo'q, shox yo'q. Shox yo'q, to'qol. Mabodo bu buzodan shox chiqib qoladigan bo'lsa, bitta buzo jo'natib beraman uylariga. Joningiz sog' bo'lsin. Sifati zo'r bu buzodi ham. Boshlarni ko'rsatib o'taylik. Endi mana bu yerda buni sherigi bor. Mana qarang. Voy sen orqalaringdan deydi-yu. Obunachilar. Buzodi qarang. Buni ham bo'yi 95 ga olishaversin. Mana buzodi qarang. Toza shved tunda. Qashqachasi ham bor ekan, yurakchasi. Ular ham o'ziga yarashib turibdi obunachilar. Molda hamma yo'g'i kelgan, yo'g'onlig'i, orqa boshi, kalla boshi hamma yo'g'i joyida molda. Jupini olishadigan bo'lsa, Kamoliddin. Hop. So'ramaydigan, shuni aytavering. 11,5 milliondan xayri kami ichida. 11,5 milliondan. Xayri kami bor. Bu Elorbek aka mana himmat qilib yana 300 ming so'm so'rayman. Ikkovidan 300 ming so'm, 600 ming so'm. Bunda ko'payib ketadi-da, 300 ming o'tib beri. Bo'ldi, bunday qilamiz-ku, 500 ming o'tib beraman. 22,5 million uylarga yetkazib borib beraman. Vodiy bo'ylab dastlabkasini tekin. Hammasi tekin. O'ylashmasin. Obunachilar, biz kanaldan kuzatib mol olyapsizmi? Albatta nuqta arqon bonus bo'ladi inshaalloh. Endi mana bu yerda yanada sifatlilari. Bitta bu. Hammasi o'zgacha. Obunachilarimiz uchun. Hammasi kelatib faqat yeb ichkizib boqiladi xolos. Ana qarang. Orbitini o'zidan tushirmaydi buzu. 30-78 sirg'a yetib boradi. Xudo xolasa. Bunlar ko'rsatib qo'y. Ferminni mol. Ana ashi o qashlanganida ashi bo'ynini anaqa juni to'kilib qoldi. Ko'rsatib qo'ying obunachilarga. Ana ashuna qashlanayapti, nari tomonniki inda bo'lib qolibdi. Haliga so'raganim o'shamidi? Ha. Bo'ldi. Uka, bunimizdan narxida keladigan bo'lsak, 14 millionga o'tib beraman uka.
14 million so'mga. Xayr kami bor. Ben şey etiga 13,5 ga mana tekisga ketaversa. Yo 13,5 ga to'g'ri kelmaydi. 13,5 millionga hisobim chiqmaydi. Nimakim buni puliga obunachilar necha kattarani ham beradi. O'zimizni jaydari mollardan. Lekin sifati bor molda. Ertaga degan joyi bor. Mol yaxshi o'zgaradi. Xudo xolasa bu mol İnşallah bu tonnalikka ham yetadi. ha, shunaqa bo'ladigan mollar. Ko'pchilik tushunmay, netmay hali mol bilganga bo'y muhim emas. Mol bilganga. Sifat yaxshi narsa har doim har yerda pul. Yaxshi narsa hamma joyda. Libboy narsa kartoshka olasizmi, piyoz olasizmi, nima olsangiz ham yaxshisi pul. Puliga yarasha. Puliga yarasha. Hamma narsa o'ziga. Anaqa. Babasam 300 ming o'tib bering, ko'p emas. 200 ming Kamolni uzdanman desa gap yo'q. 13 million 800 ming so'mga yetkazib yuborib beraman. Jani sog' bo'lsin. Endi mana bu yerda mana ikkitasi. Mana. Mana shunaqa nari tomonni junini to'hib beribdi-da. Qashlab. Hop, obunachilar kelib baq, mana buni men so'radim. Aka qo'tirmasmi bu desam, yo'q, mana bu yerga chiqalanyapti dedilar. Mana real Qashlanadi-da. Mana qashlanib hozir. Videoda ham ko'rdingiz, albatta qashlanib junini to'hib beryapti. Uka birovi 13 buni molimizda bo'yi. Ammo janavarda bir joyda yo'q ekan u. Mana obunachilar, tuyoqlariga e'tibor beringlar. Hamma yo'q kelgan moldi. Istagan tuyoq deydi, ana shu sortidan. Obunachilar, noqariga bechkina tuyoq bor. Dalavach. Mana qarang, bo'ynilarini, gardanlarini ham boqsa yaxshi mol bo'ladi. O'zi bo'yinmay ishni boshlabdi bu. Xudo xolasa mana bu yerda bitta gibridimiz bor. Buni enasi rossiyskiy, otasi semental. Tuyoqlari ham aytib turibdi, oq tuyoq, sortiga javob berilaveradi. Sortiga, qoniga tekshirib olishaveradi. Molda orqalarini ham ko'rsatib qo'ying. Xudo xolasa orqalari ham senda. 4 burchak. Oq bosh, oq kiprik, oq tumshuq. Xudo xolasa mol olgan odam maza qilib baraka topadi. Bu mollarda. Obunachilar mana kommentariyaga yozib qo'yinglar, arzon qimmat. Menimcha, adashmasam arzon variantda qo'yinglar. Nimaga Elyorbek akamiz hop bitta 10 ta mol qo'ysalar ham 1-2 soat atrofida shuni sotib tugatadilar. Klientlari yana kelib mol axtarib qidirishgan paytlari ham bo'lyapti. Nech pul qo'yamiz endi bu jupiga optim qo'yishmash, oxiri sensatsiya qilib uni bosgan layklarni ham qaytarib olishmasin. Kamoldan o'zidan chiqyapman deysiz, mana mollarda 31 millionga 15,5 milliondan. Hayriga o'tib beraman uka, gapsiz yo'q. 30,5 million bo'pti. 250 mingdan so'rayman. Ketdimi? Biroz gapingizga molni sotdim. Sog' bo'lsin. Obunachilar, Lekin Kamoldan piylusi bor. Hisobga inobatga olib ketsin. 15,5 milliondan deyapmanmi? Ha. Piylus minusi bor. Bunisini piylusi bor, bunisini minusi bor. hop, hozir mana buni tanladim desalar, qancha plyus bo'lishi mumkin? Telefon qilsa, xudo xolasa ishlarni bitiramiz. Obunachilar albatta bitta qo'ng'iroq bilan mana shu mol inshaalloh uyingizga yetib boradi. Lekin mol kichkina mol bo'lmaydi, obunachilar. Kim olsa ham baraka topadi uka. Kim olsa ham bu molda baraka topadi. Xudo xolasa bu molda enasi o'ta katta mol. Otasi mental degan. Lekin ena toza rossiyskiy o'ta katta mol bo'lgan. Obunachilar, o'zlari ko'rib guvoh bo'lib turibsizlar. Hop, quyidagi nomerlarni qoldiramiz. Hop, adreslarimiz o'sha tayin. Hop, akamizga telefon qilib boramiz desalar, lokatsiyani tashlab beraveradilar. Sheyda o'ziga kelib ham savdo qilaverasizlar yoki onlayn savdolarimiz ham bor. Faqat aloqaga chiqib, Elyorbek mana shu molingiz yo'qdi desalaring bo'ldi. Bo'lmasa videoda ko'p cho'zmaymiz. Hop, Elyorbek aka, Alloh savdoyingizni bersin. Alloh molimizga, jonimizga baraka bersin. Og'onga ham, sotqonga ham baraka bersin. Hammani uyda mahindi og'illar qilib, to'ldirib mol boqish nasib qilaversin. Bittadan like urib qo'yinglar, xudo xolasa. Molda qarang, dela o'ylagani. Ashunga ko'zini qitig'i kelyapti. Hammaning umriga rizqiga Alloh barakasini bersin.